Assalomu alaykum hammaga. Bugun 14-dekabr 2025-yil. Xudo xolasa G'aybu bozorga keldik. Shu Ulxan aka kutishim oladi. Navoiyda. Satdingizmi ularni aka? Sattım. Nechadan sattıngiz? Buxorodan aka shuga 60 ming so'mdan berdim, berdim, o'tdim. 60 ming so'mdan ha? Necha edi bular o'zi? Bular 10 dan edi. 10 dan ha? 60 ming so'mdan berdi. Mana sirajkasi da bormi? Siraj! Siraj, necha so'mdan olding? Qaysini? Bular Bular 59 dan. Yani 60 dan tushdi-da. Ha, qo'ydi suyuq ha? Semiz mallar. 59 mingdan 5 klas ketkazib olib turibdi. Kala qaytib 400 ming so'm pul qaytib berasan. Bering aka 100 ming barakasini bersin. 100 ming so'm senda bir kilosi. Olam. Tushunmaydi ham. 59 mingdan 400 ming so'm xayrına qaytib beradi. Nima deng? 1 kilo olsan ziyod. 5 kilo qayt 100 ming so'm qo'yadi. 6 kilo qaytgan bo'lsa bo'ldi. 6 kilo qaytgan. Biri on klas. Dur onu görelim. 59 ming so'mdan 5 klas ketgan. Olan kulübüne canlıdan. 610, 620 kilo kelar. Necha? 640 keldimi?